O'ylab qoldim oyi. Yaxshi ko'rib qadrlab bo'laman deb o'ylab qoldim. Aynalang, yaxshi ko'rib kim qadrli bo'ldi? Aytma. Yiliga ishga vertikda rasavatsanmi? Bo'ladi endi. Muhabbat degan so'zlar bu papa-mamalarimiz teng davrida bo'lgan. Hozir emas. Sen papalarimiz, mamalarimiz ham muhabbat bo'lib yaragan. Biroq hozirgi zamonda уже odamlar parashyut suymayveradi. So'roqlarni o'ylab. Urmaydigan odam bo'lsa, so'kmaydigan odam bo'lsa, уже qizlar normalniy bola deb hisoblaydi. Ishmaydigan bo'lsa, chekmaydigan bo'lsa, normalniy deb hisoblagan. Jahnaral qashigan biroq hozir urmaydigan bo'lsa, so'kmaydigan bo'lsa, dovuz ko'tarmaydigan bo'lsa bo'ldi. So idealniy. Al qizlarda ashq qiymaydigan bo'lsa bo'ldi. So normalniy qiz. Izn so'rastiradi, achchiq bo'lsa bo'ldi, normalniy qiz. Adamlar уже parashyut, qaysi zatlar o'da yo'q, qaysi zatlar bor, so'larga qarab o'zlarini talg'amida qadam saylaydi, tinadi. Aldingiday bir ko'rganda g'ashq bo'lib, qanday so'l qizning izini tinmay so'ylashib yurib, oxiri uylanadi degan zatlar yo'q hozir. So'l ekan, senda yertikda o'shib yuravermay, parashyut o'simay qolib. Ketayo'q.